Biz ayollar uchun har kungi obrazimizning qanday bo'lishi muhim. Tanlagan uslubimiz ko'pincha shu vaqtdagi kayfiyatimizni ham bildirib turadi. Kundalik obrazlarimiz xilma-xil bo'lishi uchun har kuni soatlab vaqt sarflaymiz. Ayniqsa pardoz masalasida yaxshigina injiqligimiz ham bor gap. Lekin pardoz usullari va tartibini bilib olsangiz, bu jarayon ancha yengillashadi. Kundalik pardozda ko'p kosmetika ishlatilmaydi. Hozir men sizlarga har kunlik obraz uchun yengil pardoz qilishni ko'rsataman. Yuzimizni pardoz uchun namlantiruvchi krem bilan tayyorlab oldik. Endi bazadan boshlaymiz. Tenglarimiz yaxshi yoyilishi va uzoq vaqt turib berishi uchun albatta bazadan foydalanishimiz kerak. Yuzimizga yorqinlik berish uchun esa highlighterni yanoqga, burun usti va lab ustiga suramiz. Podvodka o'rniga tendan foydalanib ozgina yoyib olamiz. Kundalik pardozning asosiy xususiyatlari oddiylik va tabiiylik. Ya'ni bunday pardozda urg'u yuzga ortiqcha zeb berishga emas, balki go'zal jihatlarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu esa o'z-o'zidan qoshlarni bo'yashga ham taalluqli. Qosh bo'yashda eng ko'p yo'l qo'yiladigan 3 ta xato. Birinchisi, Qoshlarga juda to'q rang ishlatish. Qosh rangi sochlarimiz rangiga mos bo'lgani ma'qul. Qoshning boshlanishini juda aniq chizish. Oldi qismi kvadrat yoki to'q bo'lib qolsa, tabiiy ko'rinmay qoladi. Qoshning tabiiy shaklini o'zgartirib yuborish. Qoshni juda ingichka yoki qalin qilib chizsa, yuz proporsiyasini buzadi. Kundalik pardozda labga nude ranglardan foydalanganimiz yaxshi. pardoz go'zal chiqishining asosiy siri undan oldin va keyin yuzga qilingan parvarishdir. Bu boradagi erinchoqlik har qancha yashirishga urinmay, baribir pardozda bilinadi. Shunday ekan, yuz parvarishiga e'tiborli bo'ling. Endi esa stilistimiz yaratgan yakuniy obrazni ko'ramiz va birgalikda baho beramiz.